Assalomu alaykum YouTube ahli. Bizda bugungi videomizda Gentra Devo 5 kansini qo'shib boshlaymiz. Xudo xolasa, juda ham tez sifatli qilib bitirishga harakat qilamiz. Mirzo, salomni boshlaymiz. Javlan Abrisovga. Siz bozib deying. Shulab turayni men chiqaringlar. Ishki fechilar boshladik. Xullas, kansinersiz chiqqan. Ekspert variant. Videoda xolasa kansinerimiz chiroyli usulga tayyorlaymiz. Jarayonni boshlaymiz. Ko'rishlari mumkin mana. Salonda radiator yo'q. Hozir Abrisovga yechamiz. Old radiatorlari yo'q. Montajni boshlaymiz, ha? Ana shu yerga signal qatirishib qo'yadi. Endi bu signal bizga xalaqit beradi. Signalni ichkariga olamiz. Xullas, radiatorga tegmaydigan qilib, tepoxitda yechaverasizlar. Faralay yechinglar. Pastki qismida remenni chiqarib, mana kondisionerda kompressorning o'rnida anaqangi rolik bo'ladi mana. Mana shu rolikni o'rniga kompressor qatiramiz. Hop, salon qismi bor. Salon qismini bardacho'da yechsak, quruq korpusga bizga chiqib beradi. Yig'ishda changlarni artib yig'amiz. Xullas, Xorazmliklar, sizlarga yangiligimiz bor. Xorazmni qaytadandik. Mirzo, Bog'ot. Xorazm Chip House Instagram, YouTubelangan bor-a? YouTube kanalini asoschisi Doston og'amiz shogirdlari kondisioner sohasini ipidan ignasigacha o'rganish uchun kelgan. Xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Yaqin kunlarda boradi, sizlarda xizmatlaringda bo'ladi. Kondisionerda sifatli xizmatlari bo'yicha shu Xorazm Chip House'ga bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir ham kondisioner ko'rishadi, faqat zapravka qilishadi xolos. Misol uchun ipidan ignasigacha Nexia'larda usulini qilishmasadi. Nexia 1-2 haydaydiganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni chiroyli holatda bitirib berishadi. Hozir bizda Gentraga kondisioner sunovkani boshlagan bolalar. Yechib olamiz salon qismini. Hop, kompyuterdan 3 ta radachi chiqaraveramiz. Keyin birdan-bir blokdan kompressor gabini olib kelamiz. Keyin ana ventilyator deychilar. Sababi kondisioner qo'yilgandan keyin ikkinchi doполнительный ventilyatorni ham qo'yib yuboramiz. Mashinani sovishiga ham, kondisioner sovitishiga ham anchagina ta'sir qiladi. Xullas, mashina o'zimiz viloyatniki, Farg'ona viloyatiniki. YouTube, Instagram obunachisi, faol kuzatuvchisi, ustakamiz ham o'zlari oddiy haydovchi bas. Damashniy, xonadon, kondisioner, shunaqa xolodilnik bo'yicha mutaxassis. O'zimiz qo'ymoqchi ham bo'ldik-ku, hamma ishni ustasi qilgani yaxshi deb olib keldim deyishdi. Qani, shuni chiqarib qo'yamiz. Men shuni chiqaraylik o'yitdan. O'yitdan, mana bu yerdan. Ashta. Bo'ldi. Turaveradi ashta. Hech kimga xalaqit bermaydi. Ammo radiatorga malades. Kirishga o'tirib zerikanlar bo'lsa mana. Alyuminiy sotib olishdi. Xudo xolasa tosh-bosh tegmasa bu tugamaydi ekanda. Gentrani mashinani yulaveradi-yu. Sabab mashina qotirib qo'yishdan kelib chiqadi. Mana akamiz zerikishgan ekan xullas. Birdan blok yeching. Akkumulyatorni yechib, tagini yechib sug'urib oylar. Shkif yechildimi? Yechildi. Xo'p, bizda mana shkiftimiz yechildi. Shkifimiz o'rniga. Hozir bu qotirilmaydi, просто ko'rsatyapman. Shuna kompressorimiz. Xuddi shu firmadan. Buni egasi bang'allatib kelgan. O'sha ketishda yoqaverib oxir tugatishgan.
Bitta yangisidan qotiramiz, ventilyator qotiramiz, radiator qotiramiz, salon radiator qotiramiz. Kulchata yechib oylab talang. O'tinglar. Rahmatulloh, salon kulchata yechinglar. Abdurahmon, sen montajni boshla. O'sha montajni tayyor qilishimizga hozir zapchastimiz yetib keladi. Yetib kelishi bilan paq qilib yig'ib tashlaymiz. Kulchatarimizda ham mana askonopka yo'q. Askonopkasi yo'q. Askonopkasini o'zini kulchatiriga qo'yamiz. Xudo xolasa chiroyli holatda ishlaydi. Endi hozir zapchastlarimiz kelgandan keyin davom ettiramiz qolgan videoni. Entramizni salonni mana yechib oldik. Уже tayyor. Xo'p. Montajga kiradigan bo'lsak, ashlarda aytdi. Xullas, aytamiz ekan. 3 tali datchik bo'ladi, 3 tali steker bo'ladi bu yerda. Salon grasnikka o'zi tayyor kabel kelgan bo'ladi. Mana bu tomonda ekan mana. Tushundim. Rossiya ham ro'yxatda yo'q, rejada qo'shildi. Mana. Mana shu steker. Buyoqqa o'tkazamiz, bu tomonga o'tkazib qo'ygan ekan. Salon grasnikka suqiladi. Kulchatir askonopkaga qo'yiladi. Askonopka qo'yiladi kulchatirga, knopkasi yo'q. Xo'p, oldi qismiga o'tamiz. 3 tali datchikka EBOdan sim tortish boshlab yuborildi. 3 tali datchikka sim tortamiz. Kompressorga buyruq beruvchi EBOdan birdan-bir blokka ba'zida chiqadi, ba'zida chiqmaydi. Bunda bor ekan. Yo'q bo'lsa tortiladi. Keyingisi kompressorga kabeli olib borib qo'yiladi. Shu bilan masala hal. Kompressor tepadan olib ketamiz. 3 tali datchik bilan birga boradi. Tepadan zavodskoy bo'lib, mana shu tepadan tushib ketaveradi. Xo'p, bizda kulchatirlarni yechib olganmiz. Kulchatiriga askonopka yo'q. Askonopka o'rnatamiz. Askonopka o'rnatganimizdan keyin kulchatir joyiga qatiramiz. Xohlasa kondisionerni ideal sostenada ishlaydigan qilib oxiriga yetkazamiz. Sentramiz ishlar davom etyapti. Bu bola nima qilyapsizlar? Pechka ventilyatorni changidan tozalayapti. Cho'tkada bitta zunday pasyotka bilan. Chunki bu changni haydovchi yutishi mumkin ertaga. Korpuslar olinganda o'ta chang edi. Yuvib tozalab olindi, motorchiga yechib qo'yib, ariqda oqar suvda chiroyli qilib yuvib oldik. Xo'p, endi bunga trubkalarimiz kelgan. Bu yo'g'on trubka radiatordan, salon radiatordan chiqish. Bu ingichkasi. Bu shoh trubkasi. Xo'p, endi radiatorni olaymi endimi? Bizda montaj bo'lyapti. Radiatorimiz zavod original, xudo xolasa hozir ko'rsatamiz. Mana. Radiatorimiz original bo'ladi. Buni arzonini qo'ysa ham ish bitaveradi, lekin bor, arzoni kunda issig'ida freonni yaxshi sovutib bera olmaydi. Kondisioner yaxshi sovutmasligidan tashqari suvni ham qizdirib yuboradi antifrizda. Xo'p. Salon radiatorimiz. Tarafisi 3 tali datchigi, klimat kontrol sifrovoy nastroy kalisi, buni xohlagan rasga qo'yib beramiz. +2 0 gacha olib chiqsa bo'ladi. Undan oyog'i xavfli, muzlamaslik kerak radiatorimiz. Bunisi askonopka. Bunisi yangi radiatorimiz, fen, salon radiator. Buni joyiga solib yig'amiz. Bu bizning kompressorimiz. Original Xitoy bo'ladi. Kompressor qotirildimi, qotirilyaptimi? Qani kompressorimiz? Bog'da ekan. Mana kompressorimiz. Xudo xolasa kompressorni qotiramiz. Radiatorlar qotiramiz. Deyarli montaj bo'lib qoldi. Xudo xolasa 1-2 soatda yig'ib freonlarni qo'yib chiqarib yuboramiz.
Men aski knopkani qo'yib beryapman sizlarga. Aski knopkani uстановка qilamiz biz sizlar bilan. Aski knopka. Svetga qo'yamiz. Mana. Travana bolti, kompleks salnelari bilan aski knopka. Kelgan. Shu yerga aski knopkani qo'yamiz, xudo xolasa. Kulchatirimiz kondisionerga aylanadi. Bitta aski knopka platada o'z o'rni bo'ladi, faqat o'sha aski knopka knopkani o'sha tashqarida as yozuvi bor joyi bu travana bolti bu. Shuni joylaymiz. Jentramiz ishlari nihoyasiga yetdi. Ikkinchi ventilyatorlari ham qo'yildi. Turkalar polni montajlar bo'ldi, 3 ta redatchilar bo'ldi. Shu zavazkaga o'xshatib old tomondan kompressor kabellari tashaldi. Davleniya xaradagilarimiz mana ko'rsatib turibdi. 602. Yoqamiz. Tashashni bitta ko'raylik endi buni. Shu siri tashab berdi. Ko'rdilarmi? Tirset tashab berdi. Xudo xolasa ideal holatda ishlaydi bu. O'sha kondisionerimiz haladagi ko'tarmayotgan sababi havo. Mana 1200 ga chiqdi. Ozginadan keyin ko'tarildi. O'chiramiz. Bo'ldi. Mashinani o'chirib ko'ramiz. Endi biz mashinamizni salon qismini yig'ib olishimiz kerak. Hozir kondisioner utechka bermadi. Hamma yo'q sog'lom. Ko'chatillari, aski knopkalar qo'yildi. Pecha ko'chatlarni yig'ib qotiramiz, ba'zi joyda qotiramiz. Ba'zi joyda qotirishdan oldin bitta mana bizni ana kalitni ochgan. Kondisioner yoqqanda. Ko'rasizlar? Gradusnik 3 ta knopkali. Bu xohlasak 4 gradus chiqarib beradi bizga, deflektdan xohlasak 10 gradus chiqarib beradi, xohlasak 17 gradus chiqarib beradi, xohlasak 0 chiqarib beradi. Bu imkoniyat Gentrani zavazkoyda bo'lmaydi. Shunaqa keyin uстановка qildirsalaring yoki kesalang shunaqangi salon gradusini o'rnatib beramiz. Sizlar xohlagan gradus chiqarib beradi. Bo'ldi, kalit o'chiramiz. O'chirog'ini yashilga almashtirib qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan bitta yig'ilgandan keyin sovishini sizlarni ko'rib chiqamiz. Gentramiz tayyor. Qani, bismillah. Frem qo'yamiz endi bunga. Yurgizinglar, kondisionerni yoqinglar. Kabelini bo'shat. Eshikni och. Otuz gradusdan ketdi ishlashdi. Ventilyator ishlashini qaranglar, tiyqa ishlashini. Xohlasa muz degani yurishadi. Voh! Jonni huzurida bu. To'g'ri foydalanilsa kondisionerda zarari bo'lmaydi hech qachon. Foydalanishni bilmagan odam kondisionerda shamollaveradi. Foydalanish qoidasi qanaqa bo'ladi? Qisqacha aqlli qilmaymiz, tushuntirib o'tamiz. Kondisionerni yoqqanda yoqishdan oldin oynalar ochib turib 2-5 daqiqa salonchadagi zaharli gazni issiq havoni chiqarib olish kerak. Pechkani 3-4 apparatga qo'yib. Keyin kondisionerni qo'shib, oynalarni ko'tarib, tashqari sirkulyatsiyani yopish kerak. 5-10 daqiqadan keyin sovigandan keyin 1-2 ga qo'yib olish kerak. Manzilga yetib borishdan oldin 5 daqiqa oldin kondisionerda aski knopkasini o'chirish kerak. Ichkaridagi havo tashqaridagi havoga mo'tadillashib oladi. Keyin borib tushilsa, hech qanaqangi odam kasal bo'ldim, shamollab qoldim, belim ushlab qoldi bo'lmaydi. Xohlasa ishimiz samarali holatda bitdi. Mana sovutishi. 13. Hozir buni regirovka qilamiz. Hozircha 12. Endi 12 da o'chib yonyapti. Bizga 12 kerak emas, bizga pastroq havo kerak. Birda shuni haydayaptimi?
Endi uning uchun biz nima qilamiz? Mana shu knopkani bosamiz, setni. O'ynayapti. Salonni fenni gradusini ichkaridagi gradusni 2 ga qo'ydik. 2 ga tushganda o'chiradi endi bu. 2 ga tushganda bizning gradusimiz 9 ga tushyapti. Endi bizga mo'tadil havo kerak bo'lsa, demak 0 ga qo'yamiz ekan. Isparitelni 0 ga qo'ysak, hozircha 1 ga qo'yib ko'ramiz oldin. 1 dagi harorat yetarli bo'lmasa, keyin 0 ga qo'yamiz. 520 gram freon qo'yildi. Ishlash ideal. Xona haroratini ko'raymizlar bilan. O'ttiz 32 gradus. Salonning havosi 9 ga o'tdi. Konditsionerda motorchiga o'chib yonib ishlayapti mana. O'chdi. 8 da o'chirdi. Hozir qo'shadi. Qo'shdi. 8-6. Bu harorat zavod konditsionerida harorati, ya'ni Gentra Cobalt'larda zavodga shunaqa 8 bo'ladi. Endi biz buni hozir zavoddan tushiramiz mana. 7 teskari turibdi-da hozir kulchatirimiz. 7 ga tushyapti ekan. 6. 6,5. Bu kabelnidan ko'ra bu tezroq sezadi. Kabel yo'qligi uchun 6 ga tushyapti ekan. Endi buni 0 qilib qo'yamiz hozir biz. Aytayapman, bu klimat kontrolda afzalligi shunda. Xohlagan graduslarga qo'yaverasizlar. 0 ga qo'ydik, endi bu yerda mazza bo'ladi ishlash bori. Endi ko'ramiz sizlar bilan nechaga tushishini. Freon dog'larilar bo'ldi. Yop. Chiqarib. Bo'ldi. Zapravka bo'ldi, nihoyasiga yetdi. 520 grammda to'xtatgandik. Hozir shlankadagini ham quyib yuboramiz. Qarab turinglar. Shlankada ham freon qoladi. Ketdi. Quyib oldik. Datchida olamiz.
Qopqog'i qani buni bolalar? Bekitib qo'yaylik. Nima deyapti bu tomon? 5. Ichkari 5. Bu mazza harorat bor-ku. 5 shunaqa yoqimli ko'pchilik bilan yurganda ham bemalol sovutadigan harorati bo'ladi-da 5. Xudo xolasa jentramizni ishlari bitdi. 073 obunachimiz YouTube, Instagramdan bizni faol kuzatuvchimiz. Xudo xolasa ishlari bitdi. Mana o'chib yonishini bitta ko'ringlar. Mana joyda qatirib bersak bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, hozir ko'ramiz. Xullas, xuddi shu holatda bitishi 5 million so'mga ishlaring bitadi. Qo'shimcha ventilyator alohida 350 ming 400 mingga qo'yiladi. Xo'p, buni ishlashini bitta ko'ramiz men sizlar bilan. Ichkaridagi haroratni. Mana kim bekitib qo'ydi? Ochib qo'yish kerak-ku. Olti gradus. Beshta uzdi. Hozir bu ko'tarilishni boshlaydi gradusimiz. Plyusga qarab ketyapti. Kondisionerni yoqdi. Oltiga borganda yana orqaga qaytishni boshlaydi. Ana, o'chib ham qoldi. Orqaga qaytishni boshladi. Xudo xolasa, kondisioner xizmatlari bo'yicha aloqaga chiqib kelaverasizlar. Ishlarini chiroyli qilib beramiz. Faqat iloji boricha oldindan. Manzil so'raydiganlar bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Rishton tumani. Telefon raqamimiz 90 kodi bilan 232 0090. Hozirgi kunda xuddi shunaqa qilib Gentraga kondisioner uстановка qilib berishimiz 5 million so'mga bityapti.